Alo. Xuddi shunday. Yorilgan, yirtilgan baloninglar bo'lsa yoki shishga bo'lgan baloninglar bo'lsa, garantiya bilan qilib beramiz. Qilib beramiz aka. Aha, bitta obzor qilib o'zing ko'rsatib beringlar. Bu balonimiz yirtilgan bo'lgan. Aha. Buni bitta tochka deb o'ylagan holatda buni ichidan yamashgan. Bu ham to'g'ri, ichidan yamasa bo'ladi, ushiydi. Lekin bu yoqda ikkita yirtiq bo'lgan. Mana. Bu ko'zdan qochirilgan. Qochirilganligi sifatida bunga havo kirib, kileklarimiz ko'chgan. Shundan yaroqsiz holatga kelib qolgan. Buni biz boshqatdan tozalaymiz, ochamiz va pechkaga qo'yamiz. Garantiya. Xudo xolasa garantiyasi bor. 5 shishga cho'tki bo'lib chiqadi. Ertaga mana qishda muzlagan holatlarda havo qovurish yo'q. Yo'q aka. Bo'l. Aka-ukalar, mabodo kimga balon yirtilgan yoki shishga bo'lgan baloninglar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Ertaga sovuq kunlarda ham bizdan yamatganingizdan keyin 1 yilgacha garantiya beramiz. Mana buni qilib ko'chib, ili bo'lmasam, nima deydi, shishga bo'lib havo qovoradigan bo'lsa, besplatni qilib beringlar. Alo. Xuddi shunday.